Assalomu alaykum ekrandagi aziz ko'rmanlar. Biz hozir 2023-yillik Aviasiya olam va texnika yarmarkasi turibmiz. Yana Teknofest degan turibmiz. Bu yarmarka 27-aprel İstanbulning ilgirki aerodromi Atatürk aerodrom maydonida boshlangan bo'lib, 5 kun davom qiladi. Bu yarmarka Turkiya o'zi ishlab chiqargan qurol-yarog, qurolliq odamsiz uchqu, har xil turdagi texnika musobaqasi, aeroplan ko'rgazmasi, aviasiya ko'rgazmasi, texnika shirkatlari tashviqot qilinadigan bir yarmarka bo'lib, bu yarmarka 2018-yili shu İstanbul havo aerodromida tunji qitim o'tkazilgan bo'lib, bu aerodromda tunji qitim o'tkazgan vaqtida 550 ming kishi ziyorat kelgan. Unda bugun biz sizlarga mushaga ilib kelingan bu Turkiyaning o'zi yasab chiqqan Qizil Alma, İHA, SİHA deydigan bütün dünya söz qilayotgan mushu aeroplanlarning qurol-yarog'larini sizlarga qilaligimizcha inchika shaklda sizlarga yetkazishtirishimiz qani marhamat. Bu yarmarkaga kelgandan keyin Turkiya xalqining o'z millatining yasab chiqqan aeroplanlarga, mashinalarga faxrlanish tuyg'usi bilan qarag'anligini va olqishlarini uzmaganligini ko'rdik. Albatta biz nihoyat faxrlandik. Bu yerga kelgan odamlarning ko'pligida bir narsaga yaqinlashish nihoyat tasdi. Adeta odam dengizi desakmi bo'ladi. Unda bo'lsa, men bu gapni uzatmay Turkiya xalqining qanday narsalarni yasab chiqqanligiga qarab boqayli. Hozir bu o'ltog'im bo'lsa, uchadigan mashina. Bo'lib ismi Jazari. Bu to'g'liq uchadigan mashina bo'lib, buniki soati 100 kilometrgacha mangdikan va 2000 metrgacha egizlikka chiqa oladi ekan. 1 soat havoda qola oladi ekan va 70-80 kilometrgacha mang'aladi ekan faqat. Ya'ni 1 soat to'qqachilash bilan bu to'shidi ekan. Shu orqali mang'alaydi ekan. Bu uchadigan mashinaning ichiga odam chiqib boshqarmasimi avtomatik sistemaga ega. Va bu mashinaning ismi bo'lgan Jazari ismining qayerdan kelganligini deb beray. 12-yüzyılda yaşagan avtomatlashtirish va avtomatik sistemlarning qurg'uvchisi deb bilinadigan jazirada tug'ilib yashagan musulmon bir kishi. İsmi bo'lsa İsmail ibn Razzaz al-Jazari. Bu bo'lsa Bayraktar TB2. Bizi ichi kirishga izin berdi. Bu Türkiye'ninki o'ziniki yasab chiqqan qurolliq odamsiz uchqu, uzunligi 6,5 metr, kengligi 12 metr, 150 kilogramgacha binasini ko'tarib mang'alaydi va 25 ming fit egizlikka chiqa oladigan bo'lib, Bayraktar TB2 Türkiye qurolliq qismlari ilib borgan tirnoq harakatida Suriya ichki urushiga va 2-Liviya ichki urushiga aralashish jarayonida harbiy harakatlarda aktiv ishlatilgan. U yana Azerbaycan havo armiyasining 2020-yildagi Nagorno-Qarabağ urushida aktiv rol o'ynagan. Bu harakatda Azerbaycan armiyasi neytrallashtirilgan 772 nishonning 535i Bayraktar TB2 tarafidan neytrallashtirilgan. Bayraktar TB2ning Nagorno-Qarabağ urushida Armeniyaga keltirgan umumiy ziyni 1 milliard dollardan ishib ketgan. Bu bo'lsa Qizil Alma. Bütün dünyanın ve Türkiye'nin hamma yerdan gap qilayotgan, gapi bo'linayotgan ve hamma davlat qiziqayotgan Qizil Alma degan mana shu. Bu Qizil Almaning uzunligi 14,7 metr, egizligi 3,3 metr, qanoti 10 metr. Eng chong uchish og'irligi 6000 kilogram. Yük besish iqtidori bo'lsa 1500 kilogram. İqtidorlari bo'lsa eng yuqori tezligi soatlik sur'ati 1100 kilometr. Jang qilish radiosi 930 kilometr. Mashg'ulot egizligi 11000 metr. Eng yuqori egizligi bo'lsa 14000 metr. Havoda 5 soat qolalaydi. Qurol sistemasi bo'lsa Qizil Alma zambarak o'qida o'q chiqarish iqtidoriga ega bo'lib, mo'ljallanishcha har bir qantining ostida kam deganda 3 o'q dori punkti bo'ldi ekan va boshqarilgan bomba, havodan havoga quyib berilgan boshqarilgan bomba, havodan yer yuziga boshqarilgan bomba degandek iqtidorlari bor ekan. 2023-yili 25-aprel 9 va 10 sinoq uchishlari ilib berilib va dunyoda tunji qitim hujumchi uchqusiz aeroplan va uchqusiz kurashchi aeroplan uchishni o'rindadi. Bu ko'rayotganingiz bo'lsa T625 Gökbey ismidagi tikuvchar. Tunji qitim bir tikuvcharninki oldi tarafida o'ltirib sizlarga shuni tanishtiryapman. Buningki soati sur'ati 306 kilometr ekan. Bu Turkiyaninki o'zi yasab chiqqan bir tikuvchar ekan. Va bu tikuvcharning yo'lovchi sig'imi 12 odam. Tikuvcharning uzunligi 15,187 metr, eng chong uchish og'irligi 6050 kilogram va eng yuqori sur'ati bo'lsa soatiga 306 kilometr. Uchish vaqti bo'lsa 3,8 soat ucha oladi ekan va 6100 metrgacha egizlikka chiqa oladi ekan.
Bu aeroplan bo'lsa, bugun shu bir şey kelib ziyorat qilgan aeroplanlar ichidagi eng cho'ng aeroplan hisoblanadi. Buning ismi bo'lsa JN235. Kasa uçağı deb qo'yilgan turishchi bular. Ya'ni asosan jiddiy ahvol yuz bergan vaqtida, masalan, deprem maydoniga jiddiy adam tushuydigan yoki mal aparadigan ish yuz bergan vaqtida mush orqali qiladi ekan. Bu 40 kishi apmangaladi ekan bu aeroplanda ve 15 saat osmonda qola oladi ekan, ucha oladi ekan. O'ziniki mushu holatdagi og'irlik 10 tonna keladi ekan ve buningga adam silib yoki mayni to'ldirib elib mangan vaqtida 25 ton bilan uçudu ekan. Bu aeroplan CJ235 İspaniya ve Indoneziya iptil şirketleri ishlab chiqargan yenik to'shish aeroplani bo'lib, bu aeroplan Tusash shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. İjozatnomasi Turkiyada ekan. 1988 yili 1-mart mulozimatga kirgan. Eng cho'ng ishlatuvchi davlat bo'lsa Turkiya. O 1991 yildan boshlab Turkiya havo armiyasi tomonidan ishlatilgan. U yana Tusash tarafidan dengiz armiyasi qo'mondonlik shtabi va dengiz qirg'oqi muhofazat atriti qo'mondonlik shtabi uchun ishlangan. Onda bo'lsa, o'sha Turkiyaning o'z yasagan tikishlari bilan kichik uchib baqalar. Allohga emanet.